Mavzu: yo'ldosh shakllanishda dastlabki a'zolarning roli. Umurtqali va umurtqasiz hayvonlar rivojlanishi misolida embriogenez xilma-xilligining filogenetik asoslari. Reja: yo'ldoshlilarning shakllanishi va rivojlanishi. Ikkinchisi: dastlabki a'zolar va ularning embriogenezdagi roli. Uchinchisi: umurtqali hayvonlarning embriogenez jarayoni. Yo'ldoshlarning rivojlanishi. Yo'ldoshlilarning shakllanishi bu jarayon kosmosda sayyoralar atrofida tabiiy yoki sun'iy yo'ldoshlarning paydo bo'lishini anglatadi. Tabiiy yo'ldoshlar, masalan, Oy sayyoralarning tortishish kuchi tufayli shakllanadi va orbitalarda harakatlanadi. Sun'iy yo'ldoshlar esa insonlar tomonidan maxsus missiyalar uchun yaratiladi. Birinchi sun'iy yo'ldosh Sputnik 1 1957-yilda Sovet Ittifoqi tomonidan orbitaga chiqarilgan. Yo'ldoshlilarning shakllanishida dastlabki a'zolarning roli. Yo'ldosh murakkab embrional tuzilmalardan shakllanadi. Xoryon, ya'ni sirtqi parda, embrionning eng tashqi qobig'i bo'lib, yo'ldoshning vili, ya'ni murtak pardasi qismini hosil qiladi va ona qoni bilan aloqani ta'minlaydi. Allontois siydik qopchasi embrionni oziqlantiruvchi qon tomirlarini yo'ldoshga olib boradi. Sutemizuvchilarda allontois xoryon bilan birlashib, allontoxoryon yo'ldoshini hosil qiladi. Amnion embrionni o'rab turuvchi, uni suvsiz muhitdan saqlab qoluvchi suyuqlik xaltasi. Umurtqali va umurtqasiz embriogenezidagi filogenetik asoslar. Umurtqasiz hayvonlarda embriogenez orqali embrionlarni ta'minlash strategiyalari mavjud. Bu strategiyalar evolyutsion jihatdan turli xil rivojlanishga olib keladi. Rivojlanish strategiyalari hayvonlarning ekologik sharoitlariga moslashgan. Umurtqali hayvonlar. Umurtqali hayvonlarda yo'ldoshning murakkabligi va uning evolyutsion ahamiyati haqida. Platsental sutemizuvchilar. Platsental sutemizuvchilarda yo'ldoshning rivojlanishi embrion va ona o'rtasida oziq moddalar, gazlar va chiqindilar almashinuvini ta'minlaydi. Yo'ldosh epiteli onaning uterin devoridan rivojlanib, bu jarayon genetik nazorat ostida amalga oshiriladi. Qushlar va ularning rivojlanish usullari. Qushlarda yo'ldosh mavjud emas, ammo ular sariq xaltachoqlar va amnionlar orqali embrionlarini rivojlantiradi. Bu strukturalar rivojlanish uchun zarur moddalarni taqdim etadi. Yaxshi rivojlangan vaskularizatsiya bilan ajralib turadi. Bo'lboshli umurtqalar. Bo'lboshli umurtqalarda yo'ldosh mavjud emas, lekin baliqlarning ba'zi turlarida ichki o'g'itlanish orqali homila rivoji uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Bu jarayonlar ichki suvli muhitga moslashgan va evolyutsion jihatdan muhim ahamiyatga ega. Umurtqasiz hayvonlar embriogenez xususiyatlari. Umurtqasiz hayvonlar rivojlanishi oddiydan murakkabgacha bo'ladi. Ko'pincha larva bosqichi mavjud. Metamorfoz kuchli rivojlangan tana tuzilishi sodda yoki segmentlangan. Filogenetik taraqqiyot. Filogenetik taraqqiyot jarayonida yo'ldosh kabi strukturalarning yuzaga kelishi mezodermal invaziya va gastrulyatsiya bilan bog'liq. Bu jarayonlar ekologik shart-sharoitlar va oilaviy taraqqiyotga moslashgan. Evolyutsion mexanizmlar. Yo'ldoshning evolyutsion mexanizmlari ko'p holatlarda ekologik shart-sharoitlar bilan bog'liqdir. Bu mexanizmlar hayvonlarning moslashuvchanligini oshiradi va ularning yashash muhitiga moslashishiga yordam beradi. Sutemizuvchilar embrional rivojlanishi. Sutemizuvchilarda yo'ldosh rivojlanishi va embriogenez jarayonlari genetik nazorat ostida va signal yo'llari orqali boshqariladi. Bu jarayonlar embrionning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlash uchun muhimdir. Yo'ldosh,
ya'ni platsenta shakllanishi embrionning ona organizmi bilan aloqasini ta'minlovchi murakkab jarayon bo'lib, bunda dastlabki a'zolar o'zak rolini o'ynaydi. Umurtqalilarda, ya'ni semizuvchilarda yo'ldosh ozuqa va nafas almashinuvini ta'minlasa, umurtqasizlarda tuxum pardalari o'rnini bosadi. Embriogenez xilma-xilligi esa filogenetik taraqqiyot natijasida yuzaga keladi. Tuzilmalarning evolyutsiyasi. Yo'ldosh yoki unga o'xshash tuzilmalarning taraqqiyoti murakkab biogen jarayonlar natijasi hisoblanadi. Bu tuzilmalar filogenetik taraqqiyot va ekologik shart-sharoitlar ta'sirida rivojlangan. Embriogenezni o'rganishning ahamiyati. Umurtqali va umurtqasiz hayvonlarda embriogenez jarayonlarini o'rganish va rivojlanish bosqichlari va oziq moddalar bilan ta'minlanish yo'llarini tushunishda yordam beradi. Bu ilmiy tadqiqotlar biogen jarayonlarning murakkabligini va evolyutsion mexanizmlarini yanada yaxshiroq tushunishga imkon beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.